Hozirgi paytda Barselonada eng zo'r o'yinchi kim? Aynan hozirmi? Ha. Yamal bilan Pedri-da. Yo, bittasini tanlaysiz. Bittasi bo'lishi kerak. Yamal bo'lib qolsa mayli. Ikkinchisi Liverpooldachi? Liverpoolda Savaslav so'zsiz hamma o'yinda tushyapti, ish saflardan ham zo'r tiqyapti. Uchinchisi Arsenalda. Arsenalda Saka. Hop, to'rtinchisi Chelseada. Chelseada Palmer travmada ozgincha ko'rinmay qoldi, lekin qaytish bilan birinchi o'yinda gol urdi Palmer. Beshinchisi PSJda. PSJda Dembele Liga Chempionlar oldi, oltin to'pni oldi, The Best oldi, bo'ldi Dembele. Oltinchisi Bavariya. Bavariyada Keyn. O'zi Bavariyani eng zo'r transferlardan bittasi. Keyn ikkinchi o'rinda deyapsiz. Birinchi o'ringa hozir Keynni qo'yaman. Yettinchisi Real Madrid. Real Madridda Mbappe har bitta o'yinda gol uryapti. Kamida bitta tushgan o'yinida. Men uchun bu yilgi oltin to'p sohibi bilan ichida bo'ladi. Endi oladimi, olmaydimi bilmayman, lekin 3 tasidan bittasi bo'ladi. Hop, eng oxirgisi Manchester Citydachi. Cityda o'z so'zsiz Husanov boshqasi yo'q biz uchun. Bu faqatgina meni tanlovim. Sizni tanlovingiz qanday bo'ladi? Kommentariyaga yozib qoldiring. Like bosish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.